tili biroz boshqacharoq, farqi bor. Yevropa portugalchasidan ozgina farq qiladi. Ayrim so'zlarning talaffuz qilinishi, hattoki grammatikasida biroz farqlar bor, lekin bir-birlarini menimcha baribir tushunishsa kerak deb o'ylayman. Qaysidir baribir so'zlar bir-biriga yaqin bo'ladi. Shuning uchun ba'zi ko'rsatmalarni bir-birlariga berayotgan paytda menimcha ular buni tushunib olishlari ham mumkin. Ya'ni raqib tomonidan bo'layotgan ko'rsatmalar. Demak, birinchi bo'lib Portugaliya tepadigan bo'lyapti. Yoki teskarisi. Yo'q, ham Portugaliya. Omad tiladi eng qizig'i Romario Cunha, Joao Pedroga. Unaqa qandaydir bir-biriga dushmandek munosabatda bo'layotgani yo'q. Bu baribir sport ekanligini 7 yoshli futbolchilar ham tushunib turishibdi. Bu shunchaki raqobat, sportcha raqobat. Birinchi bo'lib penaltini Suares amalga oshiriladi. Biroz oldin o'sha zaxiradan tushgan edi. Tomash Suares. Benfica klubi tarbiyalanuvchisi. Qani ko'ramiz. Joao Pedro darvozasidan ruxsat berildi. Zarba va gol. Hisob ochildi. 1-0 Portugaliya oldinda. Omadli boshlab olish ham juda muhim. Penaltilar seriyasini Portugaliya buni amalga oshirdi. Navbat Braziliyaga. Del zarba beradi. Braziliyaning ushbu mundialdagi asosiy to'purari, asosiy straykeri va u Romario Cunha darvozasini ishg'ol etishga harakat qilib ko'radi. Ruxsat etildi, zarba yo'llash mumkin. Del zarba va gol, hisob 1-1. Lekin qaytardi deb o'yladim. Romario Cunhaning qo'liga to'p tegib o'tib ketdi. Boyaga ko'rsatilgan rakursdan go'yoki to'pni qaytargandek bir taassurot uyg'ondi boshida. Yo'q, to'p kirib ketgan ekan va to'p mana Romario Cunhaning qo'llari ostidan o'tib ketgan ekan. 1-1. Ancha ishonch bilan zarba berdi Del va hisobni tenglashtirdi. Navbat yana Portugaliyaga. Martin Chelmik penaltini amalga oshiradi. Hayajonli daqiqalar. Chelmik birinchi taymda goldan qutqarib qolganda endi o'zi gol urish kerak. Zarba va yana gol 2-1. Joao Pedro bu safar ancha yaqin kelgan edi seyf amalga oshirishga. Sezgan ekan, sal yuqoriroqdan o'tib ketdi, mana biroz alam qilyapti Joao Pedroga, deyarli qaytargan edi u ham. Muxlislar emotsiyasini ko'rib turibsiz. Chelmik birinchi taymda bo'sh qolgan darvozaga o'sha to'p kirib ketayotgan paytda jamoasini qutqarib qolgan edi. Hozir esa o'ziga yuklatilgan vazifani uddaladi va penaltidan gol urdi. Navbat yana Braziliyaga. Thiago amalga oshiradi endi penaltini. Braziliyalik tayanch yarim himoyachi. Portugaliyaliklar unga bosim o'tkazishga harakat qilyapti. Thiago Gremio klubi tarbiyalanuvchisi Thiago Augusto to'liq ismi. Thiago zarba yo'lladi va gol urdi. 2-2. Ancha ishonch bilan zarba berdi burchakka va darvozabonning qo'llari yetmadi. Romario Cunha qaytara olmadi. Penaltilar seriyasiga ancha puxta tayyorgarlik ko'rgan ekan. Ikki jamoa ham hozircha 100% mana ishonch bilan o'sha zarba berishyapti va aniq
ishonch bilan tepilayotganidan ham buni tushunib olish mumkin. Romario Kunya qandaydir maslahat berib ketdi hozir jamoadoshiga. Qayerga zarar berishni balki aytgan bo'lishi mumkin. Muxlislar hozirdan ko'z yosh to'ka boshlashgan. Santiago Verdi zarba yo'lladi va hisobni 3-2 ko'rinishiga keltirmoqda. Portugaliya yana oldinga chiqib olyapti penaltilar seriyasida. Topa olmadi. Bu safar Joao Pedroni aldadi Santiago Verdi. Vitoria klubi vakili. Demak, Zen Lucas jamoa sardoriga endi navbat yetib keldi. U gol ursa hisobni tenglashtiradi. Zen Lucas Recife klubi a'zosi ekanligini aytib o'tdim. Va qoidalarni eslatib o'tyapti. Referi, ya'ni chiziq ustida turish kerak. Ruxsat berildi, hakam hushtak chaldi. Zen Lucas zarba va hisob 3-3. Romario Kunya ham topa olmadi bu safar zarba yo'nalishini. Va jamoa sardorini hozir qo'llab-quvvatlashi darvozabonga juda ham kerak. Joao Pedroga u biroz emotsiya bilan qandaydir ishonch bag'ishlashga harakat qildi. Va raqib posboniga hattoki biroz nimalardir deb uni ham jig'iga tegishga harakat qildi. Navbat yana Portugaliyaga. Himoyachilar tepyapti ham qizig'i. Yo'q, bu 15-raqam Yoan Pereira, tayinchalik himoyachi. Porto vakili zarba yo'lladi va hisob 4-3. Seyv bo'larmikin yoki kimdir xatoga yo'l qo'yarmikin yoki shunday davom etaveramizmi? Esingizda bo'lsa kerak, Manchester United Villarreal uchrashuvdagi penaltilar seriyasi o'shanda darvozabonlargacha yetib borgandi. Shunchalik yaxshi tayyorgarlik ko'rgan mana futbolchilar penaltilar seriyasiga o'z ishlarini a'lo darajada bajarishmoqda. Navbat yana Braziliyaga. Hozircha hisob 4-3 Portugaliya oldinda. Luis Pacheco zarba beradi, himoyachi. Palmeiras klubi a'zosi. Boshqacharoq pozitsiya egalladi. Qarang, o'ngga ham, chapga ham turmadi, markazga turib oldi. Anina chaproqqa ketib, o'ng oyoqda zarba beradi va gol uradi. Hisob esa 4-4 bo'ladi. Darvozabonlarga o'sha sal ishonch berish uchun ularni qandaydir ruhlantirish uchun gol urgan futbolchilar kelib gapirishyapti, lekin foyda bo'lmayapti. Hozircha darvozabonlardan seyv ko'rganimizcha yo'q. Darvozabon tepar ekan. Romario Kunya. Ana bo'lmasa. Kunya Kunya! Braga posboni Osmonov falakka qarata zarba yo'lladi. Bor kuchi bilan tepdi. Undan ko'ra boshqa futbolchi tepgan ma'qul. Mana boya esingizda bo'lsa, Manuel Albino 5-ni kim tepadi deb hammaga qarab qolgan edi. O'sha paytda keyin rejissor boshqa kadrga o'tib ketgan. O'shanda davomi nima bo'ldi ekan deb qiziqqandi. Topa olmagan ekan o'sha 5-chi demak penalti tepadigan futbolchini. Oxiri darvozabonning o'zi bu vazifani o'z zimmasiga olgan ekan. Ana endi u o'z xatosini to'g'rilashi uchun mana bu penaltini qaytarishi kerak bo'ladi. Juan Pablo tepadi. Agar uning penaltisini qaytara olmasa, hozir asosiy aybdorga aylanib qoladi Romario Kunya. Endi aybdor emas, u biroz pand bergan bo'lib qoladi jamoasiga. Mana uning holatini ko'rib turibsiz. Hozir mabodo gol bo'lsa, u ko'z yoshlarini menimcha shu zahoti qo'yib yuborsa kerak. Ruxsat berildi. Juan Pablo. Zarba va u ham gol ura olmayapti. 4-4 hisobi saqlanib qoladi. Hayajonli
Daqiqalar davom etadi. Qarang, portugaliyaliklar hozirdan tiz cho'kib yig'lashni boshlab yuborganlar ham bor. Tarixda bu yosh toifasida birinchi marotaba finalga chiqishlari mumkin. Portugaliyaliklar hozir bu yo'llanma deyarli qo'ldan chiqqandek tuyulgan edi menimcha ularga. Juan Pabloni ham hozir ruhan tushkunlikka tushib qolmasligi uchun jamoadoshlari qo'llab-quvvatlashyapti. Mana 5 tani zo'rg'a topgan edi Manuel Albino, endi qolganlar baribir tepadigan bo'lishyapti. Navbat Joao Aragaoga. Zaxiradan tushgan yana bir futbolchi. Sayf ko'rmadik haligacha birorta ham. Aragao zarba va gol. Darvozabon joyida qotib qoldi negadir. Joao Pedro hali to'liq qandaydir ruhan tayyor bo'lib ulgurmagan ekan shekilli bu vaziyatda u. Juda kech sakradi. Oldindan sakramasdan reaksiya ko'rsatib topa olaman deb o'yladi shekilli. 5-4 hisob. Portugaliya yana hisobda oldinga chiqib oldi. Penaltilar seriyasida Gabriel Mek endi zarba beradigan bo'lyapti Braziliyada. Gabriel Mek zarba va hisob tenglashdi. 5-5. Darvozabonlar tayyorgarlik ko'rishganmikan o'zi bu penaltilar seriyasiga? Umuman yo'g'iga hattoki zarba yo'nalishini ham topa olishmayapti endi. Aniq tepilsa bo'ldi, gol bo'laveryapti. Jose Neto chap qanot himoyachisi endi penaltini amalga oshiradi. U chapaqay chap qanotda o'zi o'ynagan esingizda bo'lsa, qaray olmayapti ko'pchilik futbolchilar penaltiga. Neto zarba va aytdim-ku, aniq tepilsa bo'ldi, gol bo'lyapti. Baribir zarba yo'nalishini topa olmayapti posbonlar. Neto ham o'ziga yuklatilgan vazifani uddaladi. Bunaqa kuchli tepgani yo'q. Shunchaki aniq zarba berdi bo'ldi. 6-5 hisob. 7-chi futbolchi tepyapti Braziliyada ham. Borib Braziliya posboni ham tepsa ajab emas. Angelo zarba, xato va Braziliya mag'lubiyatga uchramoqda. Birorta seyv qilmagan Romario Cunha sal qolsa anti qahramon bo'lib qolardi, lekin unday bo'lmadi. Braziliya o'zi xatoga yo'l qo'ydi. Portugaliya 17 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi jahon chempionatida ilk marotaba mundialning final bosqichida qatnashadigan bo'lyapti. Manuel Albino buni uddalay olmaganida o'zi futbolchi sifatida o'ynagan davrida 3-o'rin bilan cheklangan edi, yarim finalda yutsa u Braziliyani musobaqa favoritini mag'lubiyatga uchratyapti. Endi oldinda Avstriyaga qarshi o'yin kutyapti.